10X Tracker kuzovimiz kapeyka bo'lib ketgan bir paytda o'zini urinini yo'qotmayotgan Damas haqida gapirishamiz. Tog'amda bor mani Damas, Damas minish sangamas, super salon keremas, to'rtta ballon bo'lsa bas. Damasimiz 2025-yil Radnoy Miatina hech qanaqangi kuzovida ishi yo'q, ideal holatda. Hayolparastlar Zaporojda Turkiyaga sayohatni boshladi. Mashinani ustaxonaga olib kelib remontini boshladi. Shuning uchun sizlarga ko'p savollarga javob bera olmayapmiz. Ko'p SMS'larga javob qaytara olmayapmiz. Radnoy detallar degan kanal ochganmiz. Shu kuzovxonadagi bolalar yurgizadi. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga manfaatli videolar chiqarib turadi. Bugun sizlarga Damas haqida ozgina tushuncha beramiz. Damas kuzovimiz $900. $900 ramasini o'zi. Eshiklarisiz, bagajisiz, quruq ramasini o'zi $900. Agar sizga zibor kerak bo'ladigan bo'lsa, zibori 26 million. Andijon shaharda yetkazib berish bepul. Agar 12 ta viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz ham bemalol aloqa etsanglar bo'laveradi, yetkazib beramiz kelishilgan holatda. Xo'p, bu narxi shu bugungi sanadagi narx. Chunki bilasizlar, kuzov narxi o'ynab turadi. Bugungi narx, ramasining narxi $900. Sizlarga qanaqa kuzov qiziq? Cobalt, Gentra, Nexus, Spark, Tracker 10X kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yozib qoldirsanglar, biz o'sha mashina haqida ham sizlarga tushuncha beramiz. Bu xohlasa akalar, video manfaatli bo'lishi uchun usta tanishingizga yoki kuzov istab yurgan oshnangizga tashlab bersanglar, video manfaatli bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin.